tushlarimga kirib chiqardi. Shunchalik ko'p o'ylaganimdan sizga ota-onangiz qanchalik darajada sezintirgan u farzandning yo'qligini? Haqiqat bormi umrda? Mana shu masala menga qo'yib berilgan, lekin albatta yo'nalishimni ota-onam tanlab berganlar. To'rtta singlimni o'qitib olay. Yo'q, Keyin turmush bo'ladi. 21 yoshida basbas so'z o'rayingiz bor ya. Qanday vaqt buyursin. Zionist Press nomli o'zimni nashriyotimni ochganman. Bu narsaga faqatgina yozish bilan erishib bo'lmaydi. Bu narsaga sabr ham kerak, bardosh ham kerak. Hammaga salom. Bu Kundilayk podkasti. Men boshlovchingiz Perizat Ayopbergenova. Bugun mehmonda Barno Samandarova. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat aytaman. Bugun siz bilan birgalikda ajoyib suhbat va qizlarga qiziqarli bo'lgan mavzularda suhbat olib boramiz degan umiddaman. Daxalisi, albatta sizga oltin vaqtlaringizni ajratib kelganingiz uchun biz minnatdormiz. Tashakkur. Barno, umringizdagi eng ulkan burilishlarga sabab bo'lgan narsa ne? Albatta, eng asosiy burilish 2023-yilda men uchun bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni shaxsan qarorlari bilan, shaxsan qo'llaridan Zulfiya nomidagi davlat mukofotini qabul qilib olganim bo'ldi. Aynan o'sha yili Amudaryo tumani 35-sonli maktabni oltin medal bilan tugatdim va o'sha yili O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetiga grant asosida talaba bo'lib o'qishga kirdim. Qanday shaxs kostyumingiz? Balalig'ingiz sog'inib, qumsab, eslaytindek davrlarda bosib o'tdimi? Albatta, juda ham ko'p bo'lgan bunaqa davrlar. Asosan bobom tirik paytlarida bo'lgan. O'sha dadamizdan nimadir iltimos qilsak yokida oyimizdan nimadir iltimos qilsak, ular rad qilib hamma narsani bizga bobom qilib bergan. Ya'ni o'zlari emas, endi dadamlarga bizni tilimizdan aytib berardi. Aynan o'sha davrlarni juda ham ko'p qumsayman, chunki har bitta ko'nglimizdan chiqqan tilagimiz bajo bo'lgan o'sha paytda va undan keyin dadam va onam ko'plab nima deydi, istaklarimizga yoki ko'plab iltimoslarimizga rad javoblarini bergan paytlari bo'lgan va o'zimiz ko'ndirishimizga juda ham bir qiynalgan paytlarimiz bo'lgan. Lekin o'sha bolaligimizda aynan tilimizdan chiqqan bir martagina va o'sha narsa bajarilgan. Hozir esa sal katta bo'lganimizdan keyin bitta o'zimiz dadamizni, onamizni ko'ndirish uchun 10 martalab, 20 martalab kerak bo'lsa iltimos qilishimizga to'g'ri keladi. Qarang, yuqorida aytib o'tdingiz, ota-onama o'z farzandi yo'qligini bildirmay uchun harakat etganman, ham yetib kelmoqchiman dedingiz, ya? Qarang, balalik davringizdan boshlab o narsani sezinuvning o'zi bir boshqachada inson o'zi bo'lib jasamao. Ya'ni ol yerda haqiqiy Barnona emas, balkim ol farzandning o'rnin basatin insonni dalillab jasao. Sizga ota-onangiz qanchalik darajada sezintirgan ol farzandning yo'qligini? Sizlarga? Bu narsani o'zim his qilganman. Hech qanaqa ota-onam tarafidan bu masala qandaydir bir so'zlar bilan yokida his-tuyg'u bilan berilmagan. Bu narsani ota-onam hech qachon o'z tillari bilan yokida yo'q degan ma'nodagi bir nimalarni qilmagan, lekin bu narsani o'zim his qilganman baribir. 6-sinf paytimda ingliz tiliga qiziqishni boshlaganman. U paytda bizga 1-sinfdan boshlab ingliz tili o'rgatilmagan, 5-sinfdan o'rganishni boshlaganmiz. Va 6-sinf paytida o'sha ingliz tiliga ishtiyoqim kuchayib, bilimlar bellashuviga ham maktablarda bo'ladigan tayyorgarlikni ko'rishni boshlaganman va 8-sinf paytlarimda o'zimda she'r yozish qobiliyatini kashf qilganman va 8-sinf paytimdan aynan Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga tayyorgarlikni boshlaganman.
va 8-sinfda, 9-sinfda, 10-sinfda 3 yil davomida tayyorlanib, 11-sinf paytimda birinchi urinishni o'zidayoq, birinchi hujjat topshirgan yilimoq ushbu mukofot sovrindori bo'lganman. Qanday shaxs? Ko'zsimasmi? Eng birinchi yetishganligingiz qayerda boshlangan? Albatta maktab davrida bo'lishi mumkin, biroq jamiyatda ko'zga sizda ko'rsatganday, matbuotlarda shiqatonday qaysi yetishganlik? Birinchi navbatda bizni o'sha Mirzo degan qo'shnimiz bo'ladi. Bobojonov Mirzo degan qo'shiqchi akalar. O'sha akamiz Amudaryo telekanaliga borib, ular bilan nima desa bo'ladi? Bir Amudaryo telekanaliga ish tushib, borib kelib yurardi-da. Endi u yerda vaziyat qanaqa, nimalarga yordam beradi ular, hammasini biladi va men she'r yozishimni endi baribir ham eshitadi u bu kimdan. Eshitgandan keyin o'zlari uyga kelgan paytda dadam bilan o'tirganlarida shu Amudaryo telekanalida gazeta bor. O'sha binoda Taraqqiyot ko'zgusi degan Mening oilam gazetasi tahririyati bor o'sha joyda. Bu qizni she'rlarini bir shu joyga olib borib ko'rmaymizmi degan taklifni berganlar dadamga. Va ikkalasi dadam bilan o'sha qo'shnimiz Mirzo aka ikkalasi birgalikda meni Amudaryo telekanaliga o'sha tahririyatga olib borganlar va u yerda meni Robiya Yo'ldosh va ustozim kutib olganlar va she'rlarimni juda ham ko'p marotabalab rad qilganlar. Bo'lmaydi deb, lekin men juda yaxshi eslayman o'sha paytlarni. 1 oydan ziyodroq muddatda tinmasdan borganman. Rad javobini eshitsam ham, bu joyini xato deganingiz ko'ring qani, to'g'rilab keldim. U joyini xato deganingiz ko'ring qani deb olib borganman. O'sha bir paytlari aytgan, bu narsaga faqatgina yozish bilan erishib bo'lmaydi. Bu narsaga sabr ham kerak, bardosh ham kerak. Seni sinagan edim. Qani ko'raylikchi, bittada taslim bo'lib ketadimi yoki taslim bo'lmaydimi deb sinagan edim. Shoirlikka albatta nima desa bo'ladi? Faqatgina qalam bilan emas, sabr, bardosh bilan erishiladi deb o'sha paytda daftarimdagi she'rlarimni 1 oydan ziyodroq muddatda necha martalab rad qilib keyin olib qolganlar. Va Taraqqiyot ko'zgusi Mening oilam gazetasida she'rlarim chiqishni boshlagan. Undan keyin esa kitobim nashrga tayyorlangan. Birinchi kitobim Ilk parvozim nomli kitobim 2021-yilda nashr qilingan. Undan keyin ikkinchi kitobim Mehr, keyinchalik Faxrimsan Amudaryom, 3-kitobim va 4-kitobim Qalb so'zi nomida nashrdan chiqqan. Zo'r. Qanday shaxs? Sizning sayqallanuvingizda qalagan ustozingizga rahmat. Albatta. Menga qiziq bo'lib o'tirgan yeri, qo'ng'ilaringizning diqqatin tartatinday qo'shiq yozibsiz. Men jani qo'shig'ingizni eshitgim kelyapti. Juda ham ko'p insonlar tomonidan e'tirof qilingan she'rim bor. Hayot haqiqatlari nomli. Juda ham ko'plar qayta so'raydi tadbirlarga, davralarga borgan paytimda. Unda tinglaymiz. Hayot haqiqatlari. Dunyo bag'ri ochilmagan sir sinoat. O'rganishga yetmas balki sabr toqat. Dunyo sirin kim o'rgansa tilang omad. Hisobda ko'p, qolib ketgan savollar ko'p. Savollardan to'zigan ne xayollar ko'p. Insonlar bor, ba'zan bilib bilmay so'zlar. So'nggi pishmon olovida o'zin tuzlar. Nega aytdim, qaydan keldi deb bu so'zlar. O'ylanmasdan bo'lib ketgan xatolar ko'p. Shu tufayli qalbga yetgan jafolar ko'p. Yolg'on dunyo, yolg'onligin yaxshi bilar. Yaxshining ham ortidan bir yolg'on kelar. Ikki tig'li pichoq kabi shirin tillar, shirin so'zlab yaxshilarning bag'rin tilar. Bu dunyoda rostdan ko'ra yolg'onlar ko'p. Yolg'on bilan mansab, davlat olganlar ko'p. Oqibatni qo'ydi inson shu zamonda. Iymon, insof qolmadi bu keng jahonda.
tan olmoqdan boshqa iloj yo'q dunyoda. Yirtqichdan ham o'tib tushgan insonlar ko'p, insonlardan insofliroq hayvonlar ko'p. Go'zal. Qanchalik qalamingizning terengnen qog'oz betlarin qo'zg'agan haqiqat bormi umrda? Bo'lsa kerak. Masalan, ota-onaning farzandga bo'lgan mehri. Hamma ota-onaning bor. Endi baribir ham bu narsa haqiqatga rad qilib bo'lmaydigan ming, men o'zim o'ylayman, ming yomon ota-ona bo'lsin, ming farzandiga mehrini ko'rsatmasin, lekin baribir ich-ichidan mehri bo'ladi deb o'ylayman. Nima bo'lgan taqdirda ham bor bu narsa. Albatta, barno yomon ota-ona bo'lmaydi, biroq yomon minezli tarbiya bera olmaydigan ota-onalar bo'ladi. Biroq haqiqat bor. Albatta. Birdan Bu narsa rad qilib bo'lmaydigan. Albatta, albatta. Qanday yaxshi. Siz uchun shukrchilik degan ne? Uni qanday seznesiz? Nelarda seznesiz? Albatta, Allohning bizga berayotgan mana shunday chiroyli hayotida, sinovlarida ham albatta bizga berayotgan mana shunaqa mukofotlarida o'zimiz deb unutib ketib qolmasdan, boshqalarni mensimay ketib qolmasdan, albatta o'zimizni yana hamma qatori ko'rib, shu bilan chegaralanib qolmaslik deb o'ylayman. Shukr. Qanchalik darajada shukr etasiz? Nega degan so'rovlar bo'lgan vaqtlar bo'lganmi? Masalan, nimada? Bilmayman men umringizda. Menimcha bo'lmagan bo'lsa kerak. Qanday Unaqa savolni hali o'zimga berib ko'rmaganman. Nega bunaqa bo'lmadi, nega unaqa bo'lmadi degan savolni. Demak, bari yaxshi. Yaxshi bo'lg'ay, yaxshi davom etgay. Mamlakatimizda yoshlarimizga, hayol qizlarimizga qaratilib o'tirgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar esiga ashiq. Tek qana bizdan talab etiladigan narsa sol ashiq esiklardan to'g'ri ham unumli yo'l bilan foydalanib o'tib. Siz qanchalik darajada foydalandim deb o'ylaysiz? Ham hozir mamlakatimiz tarafidan qizlar uchun berilib o'tirgan, yaratilib o'tirgan reformalarda qanchalik darajaga qo'yib baholaysiz? O'zim iloji boricha qandaydir imkoniyat yaratilsa, men faoliyatimga, o'zimga to'g'ri keladigan bo'lsa, albatta bu narsadan foydalanaman. Chunki yomon bo'lsin deb yokida ziyon tarafimga berilmaydi hech qaysi imkoniyat. Meni foydam uchun, menga yaxshilik tilagan holatda beriladi bunaqa imkoniyatlar, xususan davlatimiz rahbari tomonidan. Aynan ayol qizlarni o'qishlari bo'yicha berilgan har bitta imkoniyatlaridan foydalanib kelmoqdaman. Xudo xohlasa kelajakda ham, bundan keyin ham foydalanaman. Shu birinchi navbatda menga bergan e'tirof, prezidentimizni Zulfiya nomidagi davlat mukofoti butun tumanimdagi butun Qoraqalpog'iston Respublikasi qizlari nomiga berilgan e'tirof deb bilaman. Va bu albatta menga bildirilgan ishonchim. Mana shunaqa menga bildirilgan ishonchlarning orqasidan albatta ular yaratayotgan imkoniyatlar mana shu asosida turibdi-da. Mana shu mukofotimning asosida turibdi. Ular berayotgan imkoniyatlardan foydalanganligim ham bu bitta asos shu mukofotni olishimga. Chunki bunaqa imkoniyatlar bo'lmasa, men katta-katta natijalar ko'rsata olmasdim, yutuqlarga erisha olmasdim. Menga juda ham ko'p chegaralar qo'yilganda, hozir bu joyda siz bilan birgalikda o'tirmasdim. Qanday yaxshi. Qarang, menga qiziqda, Zulfiya atındagi mamlakatlik siyliqni olish uchun siz 3 yil harakat etdim dedingiz. G'ayrat solib, jigar bilan, ya? Endi ko'pchilik Zulfiya atındagi mamlakatlik siyliqning laureati bo'lgan qizlar Zulfiya siylig'ini oladi. Algandan keyin o'zining жаңа baslama bilan duritishlik qilmaydi-da. O'zlarining karyerasi, jumisi bir
jurnalistga ketadi. Endi siz 2023da algan bo'lsangiz, 2026 aradan 3 yil o'tdi. Sol aralıqda жаңа barno öğretildimi? Yoki жаңа baslamasi bar? Kreativ jurnalistdagi. Sebebi Zulfiya siyligi boshqacha bir javobgarchilik yuklaydi. Ham mening e'tiborimni sizga qaratadi. Albatta. Men juda ham ko'plab Zulfiyachi qizlarni ko'rib guvohi bo'lganman. Ya'ni she'riyatda Zulfiya olib, she'riyat yo'nalishidan chiqib ketgan, o'zini yo'nalishini o'zgartirgan qizlarni ko'rganman va men aynan o'zimni ijodimni karyeram bilan bog'lab ketdim. Mana shu 3 yil davomida Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olganimga 3 yil bo'lgan bo'lsa, o'tgan yili 2025-yilda o'zimni nashriyotimni ochdim, kitob chiqaradigan. Chunki men juda ham qiynalganman kitob chiqarishga va albatta mablag' masalasi ham bu yerda katta rol o'ynagan kitoblarni chiqarishimiz uchun. Hozir nechijasiz? 21. 21 жасында баспасөз орайыңыз бар, ya? Qanday baxt, buyursin. Zionist Press nomli o'zimni nashriyotimni ochganman. Hozirda deyarli 1 yil bo'lyapti shu nashriyotimni ochganimga. O'zim kabi yosh, intiluvchan, qiziquvchan, qalami bor ijodkorlarning, havaskor ijodkorlarning ijodiy ishlarini o'zimiz hozirda nashr qilib bermoqdamiz. Albatta, bu nashriyotimizga ustozlarimizni ham ko'magi katta, albatta ota-onamni ham ko'magi katta. Moddiy taraflama ota-onam ko'maklashsa, tajriba tomonlama ustozlarim asosan tilga olib o'tmasam bo'lmaydi. Ustozimiz Xonimjon Rajabova Amudaryo tumanidagi albatta juda ham ko'plab yordamlarini va tajribalarini bo'lishmoqdalar. Bugungi kunda nashriyot masalasida hozirda eng katta qo'llab-quvvatlab turgan inson mana shu insonlar. Xonimjon opa, albatta. Rahmat sizga katta. Zo'r. Qarang, kitobni baspadan chiqaruvda ko'p kitoblar chiqaruv ahamiyatlimi yoki az, sas, sapalsi ahamiyatlimi? Albatta oz bo'lsin, lekin so'z bo'lsin, ma'noli bo'lsin. Ichida she'rlar yokida boshqa bir o'zini yo'nalishdagi hikoyalar deymizmi, eng zo'r asarlarni saralab, ozgina qilib, lekin mana shu elga yoqadigan, kitobxonlarga yoqadigan asosan asarlar bo'lsin. Sizning oldingizga qo'shiq yoki chiqarmalarni olib kelgan кезде o'zingiz redaktorlaysizmi? Ustozlaringiz Men hali u darajaga yetmadim deb o'ylayman. Shu sababdan o'zim albatta o'zimni ustozlarimni ularga ustoz sifatida tavsiya qilaman. U yerda o'zimizni kitoblarni tahrirlaydiganimiz alohida, dizayner alohida, kitobni teradigan qizimiz alohida, xodimamiz alohida. Lekin men hali unaqa boshqa ijodkorlarni ijodiy ishini tahrir qila oladigan darajada bo'ldim deb o'ylamayman. Shuning uchun bu narsaga qo'l urmayman, lekin o'rganmoqdaman. Albatta. Sol darajaga yetuv buyursin. Albatta. Qarang, laureat bo'lgandan keyin qizlarimizga ulkan imkoniyat bor. Haliyin o'quv o'rnida o'quv, ya? O'quvga kiruv. Sizda sol salani tanlov uchun imkoniyat bo'ldi. Hozir jurnalistika fakultetidasiz. Ne uchun jurnalistika? Men o'zim aslida huquq fanidan, tarix fanidan tayyorgarlik ko'rayotgan edim. Yuridiskiga topshiraman deb. Nega tanlamadingiz? Ota-onam jurnalistikani tanlashimga katta sababchilardan bo'ldi, lekin afsuslanmayman. O'zim ham jurnalistikani yaxshi ko'raman, o'zim ham mana shu yo'nalishda bo'lganimdan keyin birinchi navbatda ota-onam mana shu yo'nalishga topshir degan paytda sen nimadan kamol topding degan savolni berdi menga. Adabiyotdan desam, xiyonat bo'lmasin dedi. Shu yo'nalishdan yoki shunga yaqin yo'nalishdan ketasan dedi.
jurnalistika albatta adabiyot bilan chambarchas bog'liq. Shu sababdan jurnalistika universitetini aynan ota-onam tanlab bergan. Men faqat joyimni tanlaganman. Nukusda, Toshkentda mana shu masala menga qo'yib berilgan, lekin albatta yo'nalishimni ota-onam tanlab berganlar va universitetimni lekin o'zim tanlaganman. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. Endi men qiziqda, ne uchun sirtqi ta'lim? Men birinchi yil sirtqi ta'limda bo'lmaganman. Kunduzgi ta'limda bo'lganman va keyinchalik boya aytganimdek, ota-onamga ko'maklashish va yana boshqa ko'plab sabablari bor. O'zimizni oilaviy. Shu sababdan sirtqi ta'limga ko'chirishga majbur bo'ldim. Qiyinchiliklarga do'st kelgan vaqtingizda, to'qnas kelgan vaqtingizda qanchalik darajada sabrliq bilan, zeriklik bilan yo'l yo'llarda bosib o'tgansiz? Masalan, qanday qiyinchilik bo'ldi? Endi unaqa katta bo'lmaganda qiyinchiliklar bizda hali. Chunki hali u darajadagi yoshga ham yetdim deb o'ylamayman-da. Chunki hali oila masalasi boshimga tushmagan, boshqa masalalar boshimga tushmagan. Unaqa katta qiyinchilikka duch kelmadim deb o'ylayman o'zim. Duch kelmang. Umringiz davomida-da, umringizning oxiridan shekim duch kelmang. Qarang, endi men qiziqda usul so'rovni bersam, umringizda qanday qiyinchiliklar bo'lgan, qiyinchilik bo'lmagan, men yili o'l jasga kelmadim. Qaysi jasda adam qiyinchilik ko'rish kerak? Shang'araqli bo'lmadim deb o'tirsiz. Shang'araq qiyinchilik-pa? Qiyinchilik-pa? Endi albatta oila masalasi qiyin masala-ku. Men o'lay aytgan bo'lmas edim. Qiyin desangiz, qiyin bo'ladi-da. Shang'araq bo'lu, shang'araq quruv bu hunar. Hunarli bo'lu kerak. Tajriba kerak. Al tajribalar uchun bizga ne kerak? Kitoblar, yo'q, qiyinchiliklar emas. Endi kitob baribir ham ayrim hollarda berishi mumkin, lekin hamma holatda tajriba bera oladi deb bilmayman-da. Va Sizning fikringiz? bu narsani siz bilasiz, men bilaman. Bizda to'g'risini aytganda kitob o'qimaydigan odamlar bor-ku. Ne uchun? Endi balkim qiziqmagandir. Eng oxirgi o'qigan kitobingiz qanday? Eng oxirgi o'zimni shogird qizimni kitobini o'qidim eng oxirida. Qanday? Yangi chiqaradigan kitobimiz, Xudo xohlasa, she'rlar. Asosan bugungi kunda she'rlarni ko'p o'qiyman-da. Va ilmiy kitoblar ko'p o'qiyman. O'zim jurnalistika yo'nalishida hozir o'qiyapman va jurnalistika yo'nalishida kitob chiqarish niyatidaman. O'zim aynan yillar kesimida, ma'lumotlarni yillar kesimida shu masalada ko'p kitoblar o'qiyman. Qanday yaxshi. Kitob o'qigan yaxshi. O'zini senbey yurgan, mumkin atrofingizda bor, ya? Hayal qizlar, jas qizlar uchun. Zulfiyatning mamlakatlik siyliqqa tayyorlanib yurgan, so'l bosqichlarda, kichkina bo'lsa-da, qiyinchilik bosqichlaridan o'tib o'tirgan qizlar uchun qanday motivatsiyalaringiz bor? Motivasiyalik so'zlaringiz. O'zim shu Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga hujjat topshirayotgan paytimda endi bu kichkina qiyinchiliklar hayotdagi olib qaraganda, lekin o'sha paytda biz uchun katta qiyinchilik bo'lib ko'ringan. Hujjat topshirish jarayoni, hujjatlarimizda juda ham ko'p xatolar, juda ham ko'p kamchiliklar bo'lgan paytda qayta hujjatimizni ochib ko'rib, to'g'rilagan paytimizda o'sha bo'ldi, qiyin ekan, kerak emas deb o'zim orqaga qaytgan paytlarimda shundoq ko'zimni yumib turib, prezidentning qarshisida ushbu davlat mukofotini o'zimni olayotgan lavhalarimni ko'rganman va albatta tushlarimga kirib chiqardi. Shunchalik ko'p o'ylaganimdan aynan ushbu holatlar
tushlarimga ham kirib chiqqan. Shu sababdan hech bu fikrimdan, bu maqsadimdan qaytmaganman. Lekin bir marta topshirdim. Bitta urinishda oldim. O'shani ham o'zida qanchalik qiyinchilik ko'rganman. Vaholanki 5 marotabalab, 6 marotabalab topshirayotgan qizlarimiz bor. Mening hech o'yma kelmabdi. Sol bir ko'rinishlarda ko'z oldimga keltirib, men hozir ko'z oldimga keltirib olay. Qanday zo'r. Ya? Albatta. Yuraging lupillab ketadimi? Bizda yerskimiz. Ko'zingizni ochgandan keyin ham xuddiki hayotingizda bo'layotgandek tasavvur qilasizda, xuddiki o'sha narsani hozir oldingiz siz. Xayolda emas, haqiqatdan oldingiz. Men erishdim degan narsa ko'zingizni ochganingizdan keyin ham ancha payt ketmaydi. Men de sol pozitsiyada yuradiman. Ne narsani qalasam, ko'z oldimga keltirib, ham sodan yerksiz quvonchga bo'lenib. Biroq tap sol ko'rinishlarda hech ko'z oldimga keltirmayman. Sizdagi bergan ma'gan sol narsa tajriba bo'lib qoldi. Rahmat. Hozir ekran ortida minglagan hayal qizlar sizni tomoshalab o'tir. O'sha yerda ham solarga bir g'ana so'z bilan ne aytgan bo'lar edingiz? Hech qachon o'zingizni maqsadingizdan oldingizga qo'ygan voz kechmaslik. U qanchalar qiyin bo'lsin, qanchalar murakkab bo'lsin, voz kechmaslik. Va albatta bunga eng asosiysi qiz bola ekanligingiz to'sqinlik qilishiga yo'l qo'ymaslik. Qanday shaxs? Qiz bolaman deb o'zingizga chegara yoki to'siq qo'yib qo'ymaslik va o'sha maqsad sari olg'a intilish. Masalan, chetda o'qishni niyat qildingizmi? Men qiz bolaman, chetda o'qimasligim kerak, shu yerda bo'lishim kerak. Oddiy misol. Yo'q, unaqa demang. Chetda o'qishni xohlayapsizmi, maqsad qilyapsizmi? O'qing, boring. Xalqaro tanlovlarda, masalan, o'zimdan kelib chiqib aytyapman, topshirishni xalqaro tanlovlarda qatnashishni xohladingizmi? Boring, qatnashing. Hech qanaqasiga o'zingizni oldingizga to'sib qo'ymasdan yokida kuchim yetmaydi yokida men noloyiqman degan narsalarni xayol qilmasdan, albatta hamisha men shu narsaga loyiqman, men eng kuchlisiman, bu narsani olish men uchun hech narsa emas degan narsa bilan doimo olg'a intilish. Zo'r temani ko'tardingizda hozir. Bizning jamiyatda bor 70% shang'aroqda sen qiz bolasang o'qima, qiz bolasang bo'lmaydi, qiz bolasang kiyme, qiz bolasang yurma, barma degan cheklovlar ko'p, chegaralar ko'p. Al o'l chegaralarni buzu bizning mentalitetimizdagi qizlar uchun bir ulkan qiyinchilikdagi bosqichlarda. Hozir najerime kamok turib qoldi. Siz ne islayman desangizda, sizga to'siq bo'ladigan narsa qiz bola ekanligingiz. Ham u sizga sabab bo'lmasin. Qanday shaxsi? Hamma o'zining kundalik podkastini ko'rib o'tirmiz. Endi kundalik deb aytaman. Kundaliklaringizga sol bir so'zlarda turtib qo'ysangiz, qanday shaxsi bo'lar edi? Hozir aytib o'tdim-ku boshida, biz ham hozir ota-onamizga bittagina iltimosimizni bajarishi uchun 20 martalab, 30 martalab iltimos qilamiz. Albatta mana shu qiz bola bo'lib turib chegara olganimizdan hammasi. Barno o'zin 10 yildan keyin qaysi yerlarda ko'radi? Endi albatta o'qishni tugatganimizdan keyin ishlash, ayniqsa hokimiyatda ishlash niyatimiz bor. Hozirda nashriyotim bor. Bundan oldingi ko'rsatuv, ya'ni radioga chaqirishgan, radioda aytgan edim. Shu keyingi safar sizni radioga taklif qilingan paytimda nashriyotni egasi bo'lib kelaman deb aytgan edim va hali ikkinchi marotaba taklif qilinmadim, lekin shu joyga borishda men mana nashriyotni egasi bo'lib keldim degan narsani aytishga tayyorman. Ular ham xuddi shunaqa savolni bergan. 10 yildan keyin o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? 10 yil emas,
yaqin 1-2 yillikdagi tasavvurini aytib beraman. Men shunaqa nashriyotni egasi sifatida yaqin 3 yilda o'zimni ko'raman degan edim va Xudoga shukr, bu narsaga ko'p emas, 2 oydan keyin erishdim. O'sha narsani aytganimdan keyin, o'sha intervyudan keyin 2 oydan keyin erishdim va endi qayerda ko'raman? Albatta hokimiyatda ko'ryapman o'zimni boshqa. Albatta. Chunki ota-onamdan uzoqda bo'lishni men ham xohlamayman. Doim ularni yonida turib, ular meni yonimda bo'ldimi? Men ularni yonida endi turishim kerak. Chunki bitta qizini kamol toptirdi. Bitta qizini o'qitdi. Buning uchun mingdan ming tashakkurlar aytaman va endi men ota-onamni o'sha menga bergan imkoniyatlarini ota-onam qatorida turib, men endi singillarimga ham berishim kerak deb o'ylayman va bundan 10 yildan keyin o'zimni albatta o'zidan kichkina 4 ta singlisini o'qishga kirib, oliy ma'lumotli qilib, ularga kattadan katta imkoniyatlar yaratib bergan opa sifatida ko'raman. Bundan 10 yildan keyin. Yetingizga jeting. Жақсы ниет har doim sizning yo'ldoshing'iz bo'lg'ay. Biroq bular og'ir emasmi? Qarang, siz 4 singlingiz bor ya, o'zingizda. Ularning kamillikka jetilsunde ulkan jigar berib qasında qo'llab-quvvatlab turaman deb atirsiz ya. Albatta. Biroq u bir g'ana hayol uchun og'irlik etmaymi? Prezidentimizni gaplari bor, juda ham mashhur gap. Bitta qizni o'qitsak, butun oilani o'qitgan bo'lamiz degan. Bu meni misolimda to'g'riligini isboti bo'lishini juda ham xohlagan bo'lar edim. Juda ham xohlayman ham. Va bizni singillarimizni orasi 3 yildan qanchalik qiyin bo'lmasin, men bu narsaga erisha olaman deb o'ylayman. Sababi singillarimiz orasidagi yosh farqi 3 yosh bo'lgandan keyin mana bu yil bitta singlim o'qishni, maktabni tugatdi va oliy ta'limga hozir topshirgan. Va singlim bitiruvchi kurs bo'lgan paytida, undan keyingi singlim maktabni endi bitirgan bo'ladi. Barno qarang, siz har bir singlingiz yosh aralig'ini hisoblab, o'quvga kirmay bag'darlarni aniqlaydigan darajada javobgarchilikli bo'lib ketgansiz-da. Endi shu narsalarni o'ylaganmiz, shu narsalarni his qilib, buni qanday amalga oshiraman degan o'ylar o'tgan bizdan ham. Aynan mana shu qanday amalga oshiraman degan paytimda o'zim yaratib berishim mumkin bo'lgan imkoniyatlar, agar mabodo kontraktga kirsa, kontrakt qayerdan to'lanadi? Ikkitasiga teng faqatgina 1 yilda to'lashim mumkin ekan, 3 yildan bir degan masalalar, har taraflama bu narsani o'ylab ko'rganman. Ne uchun siz? Ajopangiz qayda? Opam turmushga chiqqanlar. Ular o'qimaganlar. Chunki opamlar men o'qigan paytimda, endi men o'sha payt 8-sinf bo'lganman, opam 11-sinf, 11-sinfni tugatyaptilar. Va o'sha paytlarida yaxshigina eslayman. Har bir yozgan she'rimni yugurib borib opamga o'qib berardim. Zo'r deb birinchi motivatsiyani opamdan olardim. Va oilada baribir ham qiz bolani bo'yniga qo'yilgan mayda-chuyda ishlar bo'ladi. Oshxona masalalari, tozalik, boshqa shularni hammasidan vaqtida opam tarafidan ozod qilinganman. Mana shu imkoniyatlarni berilishida ham menga opam juda ham o'z hissasini qo'shgan va opam menimcha o'zini o'rnini menga bo'shatib berib ketdilar deb o'ylayman. Bitta meni qo'llab, butun singillarini o'sha muvaffaqiyat poydevorini qurib ketdi deb o'ylayman. Baribir ham hamma narsani oilaga borib taqalishi mana shundan.
qanday жақсы. Men bunday darajada sezimli ham karyerada emas, balkim umrda o'zin boshqacha yo'nalishda poydevor sifatida ko'rатын ayol qiz bilan sohbat bo'ladi deb o'ylagan жоқпан. Tek qana сол siyliq atrofida, karyera ustunda, qo'shiqlar atrofida sohbat bo'ladi deb o'yladim. Biroq sizning bir narsani anglauыңыз, umrda inson karyerada emas, o'z umrinde o'zligin tanlauы, anglauы ahamiyatida. Сол narsani sezinganingiz hozir mаған сондай bir kuchli ruhiy aziq berdi. Chunki bundan keyin ota-onamni ilohim hamisha kuchi yetsin, men kabi qilib nima deydi, imkoniyatlar yaratib berib, men kabi muvaffaqiyatli qilishga hamma singlimizni. Lekin baribir ham ularni kuchi yetmay qoladigan joylari bo'ladi. Nima deydi, ularda ham qandaydir bir imkoniyat berishga sharoit yo'q paytlar bo'ladi, yokida o'qitishga bir sharoiti bo'lmay qoladigan vaziyatlari bo'ladi. Shu vaziyatlarda albatta Xudo xohlasa otam bilan, onam bilan birgalikda turib, ularning yonida ular bilan birgalikda qo'llab-quvvatlashni niyat qilganman. Qanday yaxshi niyatingiz, yo'ldosingiz bo'lgan. Rahmat. Turmush yo'nalishini ko'z qarasingiz qanday? Umrda baribir har bir inson o'z жоба menejeri oladi. Turmush shang'aroq ko'taruv ahamiyatli bizlarning jamiyatda. Men To'rtta singlimni o'qitib olay. yo'q, Keyin turmush bo'ladi. albatta turmush masalasi ham qiz bolani hayotida asosiy masalalardan. Maktabni tugatdimi, o'qishni tugatyaptimi, bu albatta har bitta qizni o'yida, xayolida bo'ladigan narsalar. Men xohlardimki, meni bo'lajak umr yo'ldoshim, meni turmush quradigan insonim hozirda jurnalistika sohasida ketayotgan bo'lsam, o'zim kabi jurnalist inson bo'lishlarini, chunki jurnalistni meni juda ham yaxshi tushunadi. Ular bilan birgalikda jurnalistika yo'nalishida qandaydir bir yangiliklar yaratishni, butun O'zbekistonga, balki butun dunyoga o'sha bitta oila bo'lib, jurnalistlar oilasi bo'lib tanilishni juda ham xohlardim, niyatim. Niyatingizga ersin. Ham sizni qo'llaytin, sizda har doim jigarlantirib turadigan shahzodangiz keluvini biz tilaklaymiz. Xudo xolasa. Albatta. Және o'zingizdan kundelik podkastimiz ixlos bentlarini aytqingiz kelgan, men so'ramay qolgan gaplaringiz bormi? O'zi kundelik podkastini ko'rатын bedingiz? Sen yo'q, endi ko'rib boshlaysiz. Albatta. Televizor ko'rishga vaqtimiz yo'q chunki. Televizorda, YouTube tarmog'ida ham Instagram sotsial tarmoqlarida. Instagramda ko'rib qolgan bo'lish mumkin qanaqadir qisqa kadrlarni. Lekin to'liq hali kuzatmaganman. Oldimdan chiqqan bo'lishi mumkin. Shumaqlovchi gaplaringizni aytsangiz bo'ladi. Bugun mana shu ko'rsatuvga kelib, shuni bildimki, ko'rishga arziydigan ko'rsatuv, chunki juda ham foydali bo'ladigan, maslahatlar oladigan mehmonlardan savollar berilyapti. Men o'zim juda ham aytishim kerak bo'lgan ko'p narsalarni yokida qizlarga berishim kerak bo'lgan ko'p maslahatlarni hali yetkazib bera olmagan bo'lishim mumkin. Lekin ichimdagi gaplarni qisman yetkazib berdim. Bitta qizni mana shu mukofot olish darajasi qanday bo'ldi va albatta undan keyin qanday kechyapti, qismangina bo'lsa ham yetkazib bera oldim deb o'ylayman. Va men bunaqa intervyularni juda ham ko'p ko'raman. O'zimga qanaqadir bir tavsiyalar olish uchun, tajriba olish uchun juda ham ko'p ko'raman.
va albatta bu yo'nalishda ketayotgan qizlarga ko'rsatuvni qoldirmasdan ko'rishni maslahat beraman. Chunki Zulfiya nomidagi davlat mukofotidan men chaqirilgan bo'lsam, professor o'qituvchilardan chaqirilishi mumkin bu yerga. Yana boshqa katta yutuqlarga erishgan insonlar chaqirilishi mumkin, chempionlar chaqirilishi mumkin. Shu sababdan ko'rsatuv juda ham menga yoqdi. Biz Barno siz bilan qo'shilasiz. Albatta ko'rishguncha deb qolamiz. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat. Biz yanada sizni chaqirib qolamiz. Albatta shang'araqli bo'lib, kelinlik davrlaringizni, adaptatsiya vaqtlarini, bosqichlarini bilish uchun siz albatta kelasiz. U yerda karyera emas, balkim turmush haqida suhbat bo'ladi. Xudo xohlasa. Albatta bizni tinglagan ham ko'rgan ajoyib tilaklarini bildirib o'tirgan ixlosmandlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu Kundelayt podkasti. YouTube tarmog'imizga ham Instagram, sotsial tarmoqlarimizga a'zo bo'ling. Ham kunde like bosing.